Salom hammaga guys, bugungi videomizda askitlarni qaysi ba'zida askitlarga tirnoqcha qilishni o'rganamiz. Buning uchun doimgidek workshop map kelganmiz, visit workshop kelganmiz. Yangi chiqqan nimadan search bo'limiga Mirage Utility deb yozamiz kerak. Mirage Utility, Das Utility ham bor. Qolganlar imtiyozini bosasizlar yoki mana ko'rasizlar, birinchida chiqadi. Xuddi shunisini tortishlaring kerak. Mana bitta chiqqan, mana shuni tortishlaring kerak. Shuni plusni bosamiz, ustiga plusni bosamizda botdan chiqib ketamiz, botdan ham chiqamiz. Bizda mana birinchida keldi. Utility. Или pastga ham tushib ketishi mumkin, bu aniq emas. Utilityni kelganmiz. Azgacha kutganlaringdan keyin kirgandan keyin taka o'zlarini ustini ishlab, dimni qatga tashlash kerak, qanot tashlash kerak, hammasini ko'rib, bilib olsalaring bo'ladi. Mana misol uchun dimga, windowga aytyapti, hold the jump tool deyapti. Mana shu yerga to'g'rilaygansizlarda D-ni bosib turib, sakayotganni bosar ekansizlar. Chapda oynada ko'rsatyapti, to'g'ri tushdimi yo'q mana. Ko'rayotganlardek точно tushib berdi. Debatdan top midga tashlasa bo'lar ekan, mana